Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasining Prezidenti Shavkat Miromonovich Islomova Gulbahorman. Mana hozir mahallaga keldim. Aldab chaqirishgan mahallaligisiga Oliy sud raisi deyishuvdi. Hech qanaqa Oliy sud raisi emas ekan. Men talab qilaman Oliy sud raisini menga tashkillashtirib berishi. Men hozir длительный dedim. Длительныйdan prям telefon qilib hozir nomeri bilan qo'yaman. Длительныйdan meni Oliy sud raisi qabul qilayotganlar. Срочно keling deb chaqirtiruvdilar. Даже opamga ham telefon qilishgan. Mana hozir mahallaga keldim 19-sentyabr bugun. Sud raisini qabul edib yolg'on ma'lumot berishdi. Akasi shahar ekan. Shahar raisi ham yo'li yordamchilari kelgan. Menga Oliy sud raisi kerak. Hurmatli Shavkat Miromonovich, talab qilaman. Jinoyatlar haqida xabar berganman. Menga Oliy sud raisini tashkillashtirib berishingizni talab qilaman.